o'xshash ikki jumlaning ifodalaydigan ma'nosi qat'iy o'xshamaydi desam ishonamsiz. Masalan, ni hao hao kan. Ni hao hao kan. Ma ikki jumlaning ma'nosi qat'iy o'xshamaydi desam hayron qilishingiz mumkin. Haqiqatan o'xshamaydi. Qarasanglar xeti o'xshash, lekin ifodalaydigan ma'nosi shu vaqtdagi so'z muhitiga qarab turib o'xshamaydi. Birinchi jumlada ni hao hao kan degan bo'lsak, siz nima degan chiroyli degan gap. Ya'ni qarshi tarafni maqtagan bo'lamiz. Ikkinchi jumlada ni hao hao kan degan bo'lsak, siz yaxshiroq qarang deganni bildiradi. Demak, mushu vaqtdagi biz parangda zodi nim demakchi shu oldikini bog'lab turib tushunishga to'g'ri keldi. Yana masalan, 这支笔好好用，这支笔好好用 dedik. Bu qalam bek yaxshi ekan, ishlatishchan, qo'llanishchan ekan, nima degan yaxshi deganni bildiradi. 这支笔你好好用 deb qolsaqchu, 这支笔你好好用 deb qolsaq, bu qalamni siz yaxshi ishlating degan gap. 这支笔你好好用. Bu qalamni siz yaxshi ishlating degan gap bo'ldi. Uningda sirtmasan, 好好吃 deb qolsaq, 好好吃 deb qolsaq, voy nim degan yeyishlik, nim degan o'xshagan degan ma'noni bildirsa, yana ba'zi vaqtida 好好吃 deb qolsaq, qarshi tarafga yaxshi yang, yaxshi iching deganni bildirdi. O'rganib oldinglarmi? Endi mushu jumlalarni ob'yam degandek so'z muhiti qarab turib oldikeni qanday parang bo'lyotdi shu vaqtda. Shuni qarab turib tushunamiz. Yana bir farq bo'lsa, qarshi tarafning gapirgandagi intonasiyasiga qarab turib tushunamiz. Masalan, maqtagan bo'lsak, nima degan yaxshi, nima degan chiroyli, nima degan o'xshagan, nima degan ta'mlik, mezlik degandek maqtagan bo'lsak, bekroq hayajon bo'lgan talaffuzda intonasiyada gapirsak bo'ladi. Ni hao hao kan desak, voy siz nima degan chiroyli, hao hao chi, voy nima degan o'xshagan deb. Agar yaxshi yang, yaxshi shirting, yaxshi qarang deb qarshi tarafga bir mundaq qilsangiz ekan deb taklif fikr bergan gapirgan bo'lsak, sal pasaytib hayajonimizni shuna, ammo ob'yam qildik hayajonlanib ketmaymiz-da bu chog'da. Bundaroq nasihat tariqasida, taklif fikr bergan tariqasida gapirsak bo'ldi. Masalan, hao hao chi, na ni hao hao chi, yaxshi yangmi? Hao hao yong, yaxshi shilting. Hao hao kan, o yaxshiroq qarang deganini bildiradi. Mush orqali farqlantirib olib bo'ladi shu vaqtda nim demoqchi bo'lganimizni. Anda sizlar gap qilgandim shu, argiz boshqalarni maqtagan chog'da jichirandek tuz gap qo'shib bo'lmaydi. Azroq bu yerda intonasiya, talaffuz, hayajon bo'lishimiz kerak. Shunami? O'rganib oldinglarmi? Qani Finlandiyada shu hao haoni ishlatib, uning keyingi fe'llarni qo'shib o'xshamagan ma'noni bildiradigan jumlalarni tuzib avatib yiqinglar.